Amerika'nın New York şehrining uzun oraldagi Oltiroq rayonida beshidan Uyg'urning do'ppisi tushmaydigan bir mo'tivar Uyg'ur bovoy yashaydi. New Yorkdagi bir qism Uyg'urlar bu kishini hurmat bilan yo'qlab turdi. Dunyoning boshqa joylaridan New Yorkqa kelgan Uyg'ur vatanparvarlarmi Uyg'urlarning bu tavarruk o'g'lonini ziyorat qilib o'tdi. Uyg'ur tarixidagi ikki jumhuriyatning eng oxirgi tirik shohidi 70 yildan beri vatan sirtida yashab Uyg'urning ozodligi, Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun butun kuchi bilan tirishib kelgan bu gigant Uyg'ur bovoy G'ulomidin Ahmad o'g'li paxta bo'ladi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlarım ve aziz dostlarım. Sizlerge bu Ramazan münasebeti bilen çin kalbimden, yürekten sevgi ve salamlarımı yollayman. Hemminlerinin ulu Ramazan günü kılgan ibadet ve dualarınız Rabbil Alemin huzurunda kabul bulgay. Amin. Ben bu vesile bilen yurtumdaki aziz qarindoshlarımga hemmisiga inşallah yakın bir zamanlarda azat ve hür yaşaşları için Allah Teala'nın iltifatı bilen öz aldığı müstakil, hür ve azat bir vatanga koyuşlarını Xudodan tilayman. Men büyük çok arzuyum. Her millet öz yurtida, yani Allah'ın yaratkan bu dünyada hür ve azat yaşaşlarını çin kalbimden Xudodan yalvarıp tilayman. G'ulomidin paxta 1930 yılı 4 ayının 15 günü Qashqar shahrida tug'ilgan. U 2 yosh vaqtida onasidan yetim qolgan. Ayni chog'dagi Qashqar doti G'ulomidin paxtaning dadisi Ahmad paxtaning Qashqardagi ta'sirini cheklash uchun uni Oqsuga surgun qilgan. G'ulomidin paxta cho'ng onasining himoyasida cho'ng bo'lgan. Uning dadisi Qashqarga qaytib kelganda maktab ochgan. Bu maktab Qashqar shahrining Nobeshi mahallasida ochilgan bo'lib, maktabga namuna deb ism qo'yilgan. Maktabning ochilishi va yurishi general Mahmud Muhitining qo'llashiga erishgan bo'lib, G'ulomidin paxta mana shu maktabda tarbiya olgan. G'ulomidin paxta apandining ajdodlari Qashqarda paxta yig'ib, Rossiya va boshqa ellarga paxta setish tijorati bilan shug'ullangan ve keyin paxta zavodi qurgan taraqqiyparvar kishilar bo'lib, bu kasbiy laqam keyin bu jamoatning familiyasi bo'lib qolgan. G'ulomidin paxtaning dadisi Ahmad paxta kallasi ochiq, ma'rifatparvar tijoratchi bo'lib, tijoratdan sirt millatni oqartish harakatlarida aktiv rol o'ynagan shaxslardan biridir. Shu sababli ayni davrdagi Xitoy hukmronlarining surgun qilishi, hatto tutqun qilishiga uchraydi. Yerkanda o'limdan qutulgan Ahmad paxta amalsiz chet elga qochib chiqib Turkiyaga keladi. Ahmad paxtaning Qashqardagi oila tavobatlari uni yakanda o'ltirib etilgan deb biladi. Hatto o'g'li G'ulomidin paxtami taki 1940-yillarning oxirigacha dadısının hayat ekanligini asla bilmaydi. Dadısının izini besib, cemaat egiligiga varislik qilgan va vatan millatning taqdiriga munosabatlik ishlarda ta'sir bor shaxslardan bo'lib kelayotgan G'ulomidin paxta Xitoy kommunistlarining Sharqiy Turkistonga oyoq besishi bilan vatandan ayrilgan 10 minglagan Uyg'urlar qatorida Qashqardan ayriladi. Yosh G'ulomidin paxta Çetelge öz urug' tuqqanlari bilan birlikte atlangan bo'lib, chegarada Gomindang askarlari tarafidan bulangan bu karvan
29 kun yo'l yurish orqali Hindiston kontrolligidagi Kashmir rayoniga osh yalang'och va quruq qo'l holatda yetib keladi. Ulardan paxta Turkiyaga kelish uchun Kashmirda 6 oy, Hindistonda 1 yil turishga majbur bo'ladi. Keyin Bombaydagi turk konsulining yordami bilan Turkiyaga viza oladi. G'ulamiddin paxta 1951-yili oxiri Turkiyaga berish uchun Hindistondan yo'lga chiqadi. Bu chaqlarda u 21 yoshda edi. Necha haftalab sürgen dengiz safari orqali Iroqda quruqlikqa chiqib, Bag'dodda bir mezgil turgandan keyin Turkiyaga qarab yo'lga chiqib, Turkiyaning Adana shahriga yetib keladi. Oxirida İstanbul Haydar Pashoda 14 yildan beri ko'rishib boqmagan dadisi va bir turkum urug' tuqqanlar bilan ko'rishidi. G'ulamiddin paxta kuchlik o'qish orzusi bilan nurg'un jafo mushaqqatlarni tortgandan keyin oxiri Anqaradagi Kasbiy texnika institutida elektr energiyasi kasbi bo'yicha o'qish fursatiga erishdi. 2 yildan keyin o'qishini a'lo natija bilan bitirib, İstanbul'daki Topkapı Muzeyxonasining elektronlik kontrol bo'limiga texnik xodim sifatida xizmatga taqsim qilinadi. Yuqorilab o'qish orzusi kuchaygan G'ulamiddin paxta Topkapı muzeyida bir necha yil ishlagandan keyin 1955-yili xizmatidan istifa berib, Germaniyaga o'qishga otlanadi. 1956-yili Germaniyaning München shahriga qadam bosgan G'ulamiddin paxta Germaniyaga oyoq bosgan tunji Uyg'ur o'quvchi bo'lib qoladi. Bu yillarda Amerikaning kommunizmga qarshi tashviqot turlaridan biri bo'lgan Ozodlik radiosi va Erkin Yevropa radiosi xizmatini davomlashtirayotgan bo'lib, Ozodlik radiosi Turkistoncha anglatish bo'limining mudiri Vali Zunun Efendi yosh G'ulamiddinning o'qish orzusini anglagandan keyin uni mazkur radioning Amerikalik bosh direktoriga tanishtirdi. Ozodlik radiosining direktori G'ulamiddin paxta bilan tafsiliy so'zlashdi. Uning ilgiriki o'qish tarixi, xizmat tajribasi va elektr texnikasi bo'yicha davomli o'qish orzusini bir-birlab anglaydi. Oxirida u G'ulamiddin paxtaga kelgusida mazkur radioda xizmat qilish shartini qo'yib, uni Norinborgdagi radio televiziya texnik institutiga o'qishga avatadiganligini, shundaqla uning bu jarayondagi butun o'qish va turmush rasxodini ko'taradiganligini aytdi. Germaniyadagi Goethe institutida 20 yillik jafoliq til o'rganishdan keyin G'ulamiddin paxta 1956-yilning oxirgi 20da Germaniyaning Norinborg shahriga joylashgan radio televiziya tarqitish texnik institutiga to'liq o'qish yordam puli bilan 4 yillik o'qishga avatiladi. G'ulamiddin paxta Norinborgdagi 4 yillik oliy maktab hayotini 3 yilda tamomlab, radio televiziya tarqitish kasbi bo'yicha diplomga erishdi. 1959-yili Ozodlik radiosiga xizmatga tushdi. Turkiy tillardan yaxshi xabardor, tirishchan yosh G'ulamiddin paxtaning orqa-orqadan talab qilishi bilan oxiri Ozodlik radiosining o'zbekcha programmalarining orasida sinaq tariqasida haftada bir parcha Uyg'urcha maqola anglatishga ijozat berildi. Shunda qilib G'ulamiddin paxtaning qalami va ovozidagi tunji Uyg'urcha programma Germaniyaning München shahridan O'rta Osiyoning havo bo'shlig'iga yangraydi. 1960-yili G'ulamiddin paxta Turkiyaga kelib, Gulnar qiz ismli qiz bilan to'y qilib, bir necha kundan keyin ayolini elib Germaniyaga ketdi. Turkiya fuqarosi bo'lish sifati bilan 1961-yili elchixonadan harbiy majburiyat o'tash buyrug'ini topshirib olgan G'ulamiddin paxta talabga binoan xizmatidan ruxsat so'rab, bir qancha kun ichida Turkiyaga qaytib kelib o'zini tizimlatdi. G'ulamiddin paxta 20 yillik harbiy majburiyatdan keyin Turkiyaning Erzurum viloyatiga qarashli Olur nahiyasining Tashli köy yezisiga o'qituvchi bo'lib taqsim qilinadi.
ve bu yerde mecburiyet yüzüsidin 1,5 yıl kalıdı. 1963 yılı Germaniyadaki hizmeti üçün Germaniyaga qaytıdı. Amerika Qo'shma Shtatlarının soğuk uruşu başlangan yıllarda Germaniyanın München şehrida ta'sis qilgan Azatlık Radyosu ayni vaqtda g'arb dunyosidan turkiy tillarida anglatish beradigan birdan-bir radio edi. Xizmat davomida G'ulomidin paxta g'arb dunyosidan yangragan bu tunji Uyg'urcha anglatishni ro'yobga chiqardi. Azatlık Radyosu'nun Uyg'urcha anlatışı resmi ta'sis qilingandan keyin 1960 yıllarının ahiridan 1970 yıllarının başlargacha bo'lgan jarayonda Uyg'ur bölümünün odam kuchi tadrijiy ko'paydi ve radyo programmalarimi xillashidi. 1966 yılı G'ulomidin paxta Azatlık Radyosu Türkistan bölümünün New York'ta turishliq muxbirligiga tayinlanadi. Bu qitim u ayoli va o'g'lini elib, butun oilasi bilan Amerikaga ko'chib keladi. Keyingi yillarda G'ulomidin paxta bosh shtabi New York'dagi Amerika Turkistonliklar birligining muavin raisligiga tayinlanib, muhojiratdagi Turkistonliklarning siyosiy va madaniyat faoliyatlarining jonlanishiga o'z hassasini qo'shadi. G'ulomidin paxta 1980 yıllarının başlarında merhum do'sti Hacı Axun yani Hacı Ahmet bilan birleşip Sharqiy Turkiston Madaniyat Jamiyati nomli tashkilot qurdi. Shu yillarda G'ulomidin paxta aslidagi Sharqiy Turkiston Madaniyat Jamiyati asosida yangi bir ilmiy organ Sharqiy Turkiston Milliy tadqiqot markazi qurishning tayyorligiga kirishdi. U Profesör Edward Alward'ның qo'llab quvvatlashi va hamkorlashishi bilan Kolumbiya Universitetining O'rta Osiyo tadqiqot markazida 3,5 yil Uyg'ur tilidan dars berdi. 1980 yillardan boshlab G'ulomidin paxta o'z iqtisodi bilan vatanda nashr qilingan minglarcha kitob, Uyg'urcha jurnallarning butun sonlarini setib oldi. 20 asrdan ko'proq jarayonda to'plangan minglarcha kitob materiallar uning shaxsiy kutubxonasini muhojiratdagi bir xazinaga aylantirdi. 2015 yilga kelganda 80 yoshdan oshgan G'ulomidin paxta o'z xarajati bilan ömür bo'yi to'plagan kitob materiallarini elektronlik nusxalab Oltin o'q tor kutubxonasi degan nom bilan o'z xalqiga taqdim qiladi. Men ömür bo'yi yiqqan qimmatli kitob materiallarimni, vatan tarixiga doir asar vasiqalarni, hujjat xarakterlik belge estiliklarni va o'zim shohid bo'lgan ishlarning yozma xotiralarini to'plab chiqdim. Mendan xalqimga bir estilik qolsin deb Oltin o'q nomli to'rbatni ochdim va ömürlük yig'malarimni bu to'rbatga qo'ydim. deydi G'ulomidin paxta efendim. 92 yaş geçirgen bu hayatımda Xudoga 100,000 şükür salomatligim nayt yaxshi. Bunun için Xudoyimga rahmet ve teşekkürlerimi bildirimen. Hoş, endi men öz maqsadimga kelsem, bu Ramazan münasebeti bilen hammalarning tutgan ro'zanglarni, qilgan ibodat va duolarini Robbil alamin qabul qilg'ay. Amin. G'ulomidin paxta efendi o'zining muhojiratda o'tkazgan 70 yillik hayotida vatan da'vosi uchun to'xtamay kurash qildi. 1970 yillardagi Sharqiy Turkiston da'vosining yetakchisi Aysa Aliptekinning Amerika hukumati bilan elib borgan bir qator uchrashishlarida G'ulomidin paxta efendim ajoyib muhim rollarni o'ynaydi. G'ulomidin paxta 1992 yılda kurulgan Sharqiy Turkiston Milliy Qurultiyining vujudga chiqishida aktiv moslashtiruvchi bo'ldi. Vatanning mustaqilligi yo'lida Uyg'ur xalqini har qachon egilmas sunmas irodaga
ve ümitvarlıkka chaqirib turayotgan muhterem G'ulamiddin Paxta efendimge sağlamlık ve uzun ömürler tileymiz. Arzuyum. Xudoyim her bir milletimizin, Uygurlarının öz ara ittifak bulup birlikte yaşaşlarını ve öz ara muhabbet ve sevgilerini birleştirip Allah'a ibadet kılışlarını ve inşallah ilgeride azat ve hür öz vatanine koyuşup hükmranlığını, öz kuluğa erişini Allah'tan tileymen.